Bugun sizlarga bitta voqea haqida gapirib bermoqchiman, ya'ni bitta oila tarixi haqida gapirib bermoqchiman. Bu voqea 95-96-yillarda bo'lgan. Bir oila bo'lgan. Uzoq vaqt o'sha farzand ko'rmagan, ko'p shifokorlarga uchragan, juda ham ko'p joylarda davolangan, chet ellarga borib davolanib kelgan, lekin farzandi bo'lmagan va bu er-xotin taqdirga tan berib, bo'ldi, уже bizada farzand bo'lmas ekan, biz farzandli bo'la olmaymiz. Farzand asrab olish masalasi bo'yicha dokumentlarni yig'ib yurgan vaqtda o'sha Almatadagi главный ginekolog bilan taqdir taqozosini bilan uchrashib qolishadi. Va o'sha boshidan o'tgan hamma mana shu har xil tekshiruvlar, davolanishlar natija bermagani va farzand boqib olish haqida, farzand boqib olish harakatidaligini tushuntirganda, shunda bu shifokor bularga bitta taklif bilan chiqadi. Ya'ni biz hozir juda ham katta proyekt ustida ishlayapmiz. Bu ekstrakorporal urug'lantirish, ya'ni onani organizmidan tashqarida homila qilish. Agar sizlar rozi bo'lsanglar, bu proyektga sizlarni taklif qilaman. Va bu proyekt Moskva, Ispaniya o'rtasidagi hamkorlik bo'yicha o'sha Qozog'istonning Almata shahrida o'tkazilishi bu hammada juda ham katta qiziqish uyg'otadi. Va bitta faqat iltimos bo'ladi, Qozog'istonda follikulani o'stiradigan dorilar bo'lmaydi, chunki bu dorilar faqat chet elda bo'ladi. Bu juftliklar mana shu preparatlarni, ya'ni dorilarni chet eldan keltirish kerak bo'ladi. Eko jarayoni o'tkaziladi va ayol homilador bo'ladi. Oila bundan juda ham xursand bo'ladi, hamma xursand, lekin shifokor aytadi, iltimos qiladi, hech kimga aytmay turinglar, 9 oy kuzatamiz deydi. Bu vaqt oralig'ida ayol juda ham xavotirlanadi, qanaqa tug'iladi, sog'lom tug'iladimi, kasalliklar bo'lmaydimi, ertaga katta bo'lganda o'zi farzandli bo'la oladimi degan ming tashvish bilan 9 oy o'tadi. Va 97-yil jajjigina Alisa degan qiz tug'iladi. Alisa yoshligidan juda ham aqlli, zukko qiz bo'lib katta bo'ladi. Hozir Alisa 28 yoshda, 4 ta tilda bemalol gaplashadi, ya'ni erkin gaplashadi. Ingliz tilida, rus tilida, koreys tilida va qozoq tilida. Alisa hozirda yurist bo'lib ishlaydi. Juda ham go'zal, aqlli qiz. Yana bir qizig'i, Alisa bundan 6 yil oldin turmushga chiqadi va turmushga chiqqandan keyin homilador bo'lganda xuddi o'sha onasiga homilador bo'lishda yordam bergan ginekolog huzuriga boradi va aytadi, "Men turmushga chiqdim, homiladorman" desa, ginekolog aytadi, o'sha Alisaga yaqin bo'lib qolgan inson aytadi, "Hozir hech kimga aytma, bu surpriz bo'lsin, chunki bizada hozir Qozog'iston hududida ekodan tug'ilgan bolalar hali farzandli bo'lmadi. Sen birinchisi bo'lasan. Biz prosta surpriz qilamiz" deb o'sha Alisani tug'ruqigacha o'zlari qarab, o'sha farzandli bo'lishiga, farzandi tug'ilishiga yordam beradi. Men bu voqeani nima uchun sizlarga aytyapman? O'sha qabulimga kelgan o'sha har bir patsient shubha bilan, ishonchsizlik bilan o'sha aytadi, ertaga ekodan tug'ilgan farzandim sog'lom tug'iladimi, farzandli bo'la oladimi? Men qo'rqaman, o'shancha eko qildirishga qo'rqaman. Shuning uchun ko'p o'ylanaman deb aytadi. Shuning uchun biz Alisani Toshkentga chaqirdik. 2-3 mart kunlari pastda telefon nomerlarini qoldiramiz. Aloqaga chiqsanglar, o'sha Alisa bilan bo'lib o'tadigan katta konferensiyaga sizlarni taklif qilaman. Kelib bemalol xohlagan savolinglarni berib, bemalol tanishishinglar mumkin.